Artık O'zbekistonda yangi do'stlar. Turkiyadan, Xitoydan keladigan, kultivatsiya qiladigan apparatlarimiz endi mana o'zimizda birinchi qo'l ishlab chiqaradigan joyga kelganmiz. Batta o'zlari ishlab chiqarish, mana temirlari mana poyzolini eski relslaridan qilishgan. Har xil turlardan olgan. Bundan tashqari mana ularni aqabaqilagan. Hozir bu haqda nechta qanaqa to'liq ma'lumotni akamizdan olamiz. Aka? Bularni endi kimlar oladi aka? Buni hozirgi paytda fermerlar hozir O'zbekiston sharoitida paxta ekishi 76 santimetrga o'tibdi. Hozir o'shandan nimasiga kultivatsiya apparatlarimiz, don ekadigan nimalarni qo'ydik. 25 million so'mdan komplektida hamma yo'q ishlancha, balonlari, ularga balon qo'yilmagan e'tibor bergan bo'lsalar, ularga hamma yoqqa o'sha yerni ichiga kirish sharoitini qilib bergansiz. Bundan tashqari mana tepadagi buchkalari nima vazifani bajaradi aka? Buning ichiga dori solinadi, bug'doy solinadi. Bu metallarga e'tibor berasiz. Bu poyezd relsidan qilingan. Poyezd yo'lni relsi. Ishlab chiqarish jarayonini ham bir ko'rsatamiz sizlarga. Oldin bu Turkiyadan, Belorussiyadan kelardi. Bu hozir kelib kelishi qimmatlashib ketganligi sababli o'zimizda mashinada usta qilib o'zlaring ishlash. Endi buni olgan odamga dastlabchalari bormi yo'qmi? Dastlabkilar joylari kelishilgan holda dastlabchalari kelishilgan holda. Bundan tashqari buni olishdi, buzilib qoldi, ati bo'ldi desa, zapchastlar o'zlaringda to'liq bormi? Qancha munchaga ketmaydi. Yo agar bizdan o'zimizdan olishgan bo'lsa, mana nomerlarimiz qo'yganmiz. Yana bu yerda ham mana u nima ketsa bu yerda ham nomerlarimiz bor. Bizga aloqaga chiqsa 24 soat ichida xudo xolsa O'zbekiston bo'ylab zapchastlarning nima bo'lsa hammasi 100% chetda ishlab chiqarib nima qilamiz. Buni nolda har bitta detalini o'zlaring ishlab chiqarasizlar. Joyga bo'ldigacha o'zlaring ishlab chiqaragansizlar-da. Hamma ichkarida hozir ishlab chiqarish jarayonini yana bir sizga ko'rsatamiz. O'zbekiston bo'yicha hozir paxtalar 76 agatga ekiladigan bo'ldi. Nimasiga boshqa razmerda qildik. 60 dan 76 gacha razmerda aqabaqa jilaveradi. Asosiy paxta ekadiganlarga qulaylik yaratib bersizlar-da fermerlarimizga. O'sha fermer akalarimiz o'zlari bilishadi. Bemalol telefonlarga aloqaga chiqilaveradi. Qanaqa savollaringiz bo'lsa, xudo javob berasiz. Hozir yuravering ichkariga ishlab chiqarish bilan. Ichkariga kirdik. Mana hozir eski poyzonlarda ishdan chiqqan poyzonlar kesish jarayoni. Hozir mashina kesib, bu kelgan mahsulotlar o'shalarni akamiz maydalab beradilar. Bu holatga keladi. Yo'l shunday keladi. Bu holatdan keyin keyingi etapimizga o'tadi. Bu holatga keltirib keladi. Holat chiqqandan keyingi holati avval baqa chiqayotgan a avval shakl bergandan keyin chiqadi atamdan holatini ishlaydi hamma yo'g'i bashida hamma yo'ldan boshlab o'zimizdan chiqadi bu yo'llarimni ham rushin apparatlarni moslab bersizlarda shu yerga aka. Qishloq xo'jaligiga tegishli bo'lgan barcha omashlar. Bu nomimiz hozir bu ham qat'iy ishlaganida sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Bu haliga aytganlar foizni haydalaydigan ekan aka.
ishlab chiqqan tayyor xomashyolar a bular. Mana bu tayyor qilib qo'yilgan xomashyolar. Ketayotgan bular. Xo'p, bularda aka endi olaman deganlarga, olib sotaman deganlarga ham qilib beraverasizlarmi? Olib sotaman deganlarga 3-4 so'm foyda keltiradigan qilib chiqarib Narxlarni chiqarib berasizlar. chiqarib beramiz. Yo'lda betida do'koni borlarga, nimalarga qilinsa, tayyor mahsulotlar. Bu hamma yo'q o'zimizdan chiqadi. Hamma yo'g'ini noldan o'zlaring ishlab chiqarar ekansizlar. Nafas bilan turadi, aynaqa bo'lmay qoldi, zapchas kelmay qoldi. Endi buni ishlab chiqargandan keyin o'zlaring terasizlarmi? Bitta joy teradimi? Limaniki. Deyman. Ha, kuchukchalaring ham bor ekan-a? Bo'lgan. Bu. Mana terishlar olamiz. Mana endi hali endi shilinyapti-ku. Ingizda bo'lsa. Mana shu. Bu endi anu paxta ekishdan oldin kessanglarni maydalab beradigan deydi. Terishlar olamiz. Hamma o'zimizdan. Bunlar adaptin mas'ul chiqishdi. Hamma o'zimizdan terishlar bo'lmasa. Mana keladi. Vachikka qo'yiladi. Hamma yo'qda o'zlaringdan noldan ishlab chiqarar ekansiz. Aka endi buni O'zbekistonda 12 ta viloyatdagi dastavkalaring bor. Dastavkamiz bor, kelishgan holda. O'sha aytishadi. Jo'natib beramiz. Mana ko'rishlaring mumkin. Bir xotir ko'zlari bilan kelib ko'rishlari ham mumkin. Shiverlerlari ham uruvinda turibdi mana. Hamma yo'q. Chiroyli holatda. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib ketishni unutmanglar. Undan tashqari shundan omoch-pomoch fermer do'stlaring bo'lsa, bu videoni tashlab qo'yinglar. Aka sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz, ishlaringizga rivoj. Salomat bo'ling.